Ishlalaring. Chimikatlaring musuri dog' qolib ketyapti mana ustlarida. Yo'q, aka, nima deyapsiz? Qimmat chimikat ishlatamiz biz. Men penani qaragini, normalnisini olib kelib qo'ysang bo'lmaydimi? Nima bu musor? Aka, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shu xo'jayini bo'laman. Samomoyga ochishga ochibsiz aka, bundoq qaramaysizmi? Men palon pulli mashina dog' qilib tashyapti, penalaringiz. Aka, bizda lekin arzon narsa ishlatilmaydi. Toza ximikatlarni ishlatamiz. Boshida mo'ykiz boshqacha edi aka, hozir prosta hamma aynib ketdi-da. Kelmaydi odam bunaqa qiladigan bo'lsangiz. Normalniy ximikat olib kelib ishlatsangiz. Menga qara, nimaga bunaqa kinetlar norozi bo'lib ketyapti uka? Aka, yaxshi chimikatlar olib kelamiz, hammasi sifatli-ku. Buni olasan-da, apparatlarga qo'yib, hammasini yaxshiroq qilib qo'yib chiqasan, bo'ptimi? Siz o'misan ukam? Assalomu alaykum aka, Alaykum. yaxshimisiz? Nima bu? Nima men aytgan birinchi ishlatmayapsanlar? Kim olib keldi buni? Doniyor aka aytganini ishlatamiz aka. Bor chaqir menga Doniyorni. Assalomu alaykum aka, chaqirgan ekansiz kecha. Kela olmadim aka, ishlarim ozgina ko'p edi. Arras, qachongacha meni pulimni yeysan? Yo, men senga shunchalik kam pul bera olmaymanmi? Aka, tushunmadim, nima haqida gapiryapsiz? Men seni odam deb ish bergan edim. Meni haqqimga ko'karmoqchimisan? Yo'q, qol. Ishdan bo'shading. Juda hayron bo'lib qoldim oxirgi vaqtlar ko'rinmay qolganingizga. Ishlaringiz zo'r bo'lib ketganmi deb o'ylagandim. Aka, demasini ham aytasiz. Aka, bu safar yillik olib ketaman. Nimagaki, ozgina ishga qaramay qo'ydim. Ishchilarni bilasiz-ku, oddiy shampulardan olib kelib, ishlatib kelitidan gap eshitib qoldi. O'shanga zo'r qilib, shu yillik qilib qo'yib bering. Aka, dastlabki xizmatlarimiz bor. Siz bemalol ketaversangiz bo'ladi. Bolalarimiz o'zlari chiroyli qilib yetkazib berishadi. Keyingi safar kelib o'tirishingiz hojati yo'q. Telefon qilsangiz bolalarimiz yetkazib berishadi, xudo xolasa. Aka, sifat foydadan ustun har doim sizlarda. Gap yo'q, xizmatdan qiling. Xuddi shunaqa ishlanglar. Rahmat. Salomat bo'ling.